voy. Bumaga qolsa mavzum. Вообще yo'q. Umuman даже men esimda chiqsa ham interesni qilmaman. Erim uchun azoblash xizmati. Men bitta bloger o'ylayman, erim bitta bloger o'ylaylar. Короче, ikkalamiz bir-birimiz o'ylagan blogerimiz topishimiz kerak. Siz o'ylagan blogeringiz o'zbek tilida kontent qiladi. O'zbekcha, ruscha. O'ylagan blogercha. O'zbekcha. Siz o'ylagan blogeringiz ayol kishimi, erkak kishimi? Erkak kishi. Bloger kishi. Erkak kishi. Blogeringizni taxminan necha yosh atrofida odamni kuzatadi? 20 yoshdan 40 yoshgacha. Aziz tetmi? Voy, topib qo'yding-ku. Shunaqa oson o'ylaysizmi? Menikini toping, savol bering. Ulug'? Yo'q. Yoshdan necha yoshgacha odamni kuzatadi uni? 25 dan 30-35 yoshgacha. Uylanganmi? Uylangan. Oldingi yil to'y bo'ldi. Hayp bilan to'y bo'ldi. Sakiyevmi? Javob bering. Pamitim to'ladi hozir, pamitim. 17 ta bermadingiz, 2 terabaytli. Xotini ham bloger. Sakiyevdi. Yo'q, ikkalasini hayp qilishdi, prям vashi katta. Qurbaloyev emasmi? Guley Happy Life uylangan. Voy. Bumaga qolsa mavzum. Vashi yo'q. Umuman даже men esimda chiqsa ham interesni qilmaman. Nasriddinovmi? Hayp bo'lmadi-yu, xotini bloger emas-u. Bo'pti, yana bitta paspasga beraman. Oldin mitmilar bilan ishlagan. Ha, Temur Alihanovmi? Yana 10 yil o'ylamadingiz-da. To'g'ri, oxiri va nihoyat. Deganimizga o'shalar like bosamikan? Atmetga qilib ketamiz o'rtoqlar. Mana o'ldirib qo'yishdi, chalg'itga.